Meni ismim Tursunali Polvon. Shohimardonda men 12 yoshimdan shasiga polvonlik qilganman va bu yerdagi xalq bilan hammasi bilan aka-uka deb bo'lib ketganmiz biz. Bundan keyin ham shunday qolamiz. Mana ko'p farzandlarim bu yerda o'rtoqlari bor, birodarlari bor. Ana shu bordi keldichiligimiz yo'qolmasin. Men bir qizimni konga berganman. Bir nabiramni Qorasuvga tushirdim. Demak, biz quda xalqmiz. Mana bugun ro'za Ramazon kunlari biz Qadamjoy tumanida, Qadamjoy rayonida turibmiz va iftorlikka kelib qoldik. Cho'lponoy Aliyevni bu xalq uchun juda katta iftorlik beryaptilar. Avvalo bu kishining qilgan ihsonlarini Alloh dargohida qabul qilsin. Farzandlarini ortiq havasini ko'rsinlar. O'g'illari ham mana juda dadalariga o'xshagan chiroyli yigit bo'libdi. O'g'illari dadalarini qilolmagan ishlarini qiladigan, yetmagan orzularini yetkazadigan yigit bo'lsin. Adolatparvar bir yigit bo'lishini istayman. Adolatbekka Xudo umri bilan, rizqi bilan, ota-onasi bilan, aql hushi bilan shirin o'g'illar bersin. O'g'illarini to'yda biz ham dorilar tikib o'ynaylik. O'zbek xalqi bilan qirg'iz xalqi do'st xalq, birodar xalq. Bizda bozorimiz ham bir, mozorimiz ham bir. Biz bir ariqdan suv ichgan xalqmiz. Bizni hech kim ajrata olmaydi. San'atimiz ham bir, yurish turishimiz ham bir. Men istardimki, mana shu do'stligimiz abadiy qolsin. Bundan keyin ham bordi keldilarimiz yo'qolmasin. Allah can Allah adaşkan arpendeni ömür boyu düşürüp ozubuzdan gelmeni yürüktürdün aydılsın yaratkanın özünsün, tengdeşi yok bir Allah. Tinçliğimdi berbesen yer oğunan acırap mermingdi tökbösüm gün jarılmak çaçırap jamandıktı berbesen Yaxşı qaydan bağlanma Can duruqdu berbesin Adam qaydan can alma
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.